Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar, sog'omonmisizlar? Xudo xolasa biz ertalabdan chiqdik. Hozir mashina bozoriga ketamiz. Birinchi faqat borishdan oldin bir akamiz kod 95 olish kerak. Bu kod 95 nimaga desanglar, furalarga fura haydashdan oldin shunaqa olinadi. Mana shu yerda ekzamen topshiradi. Mana katta mashina fura. Mana bu S kategoriya. E kategoriya mana. Hamma pritsep, hammasi bor, mototsikl. Hammasi bor. Shu yerda ekzamen topshirib, shu yerda rasmga tushib olib ketadi. Mototsikl deganlar ham, bu mototsikl turibdi. Shu yerda hammasi ekzamen topshirar ekan. Bizga ishxona kod 95 qilib bergan akaga, u rasmga tushishga keldi. Avtobusda ham bor ekan ichkarida. Avtobusda ham yuribdi. Gai ekanda, Litvani Gais. Biz keldik, boshda bozordamiz. 2012 ekan yili 7750 narx. Mashina sostoyaniyasi yaxshi, zo'r, ichki koja. BMW. Bu yerda mana shunaqa orqasi uzun. Furgonlisini yoqtirar ekan. Volkswagen. O 2014 ekan yili. 2014 narxi 5850. 5850. 2014-yil. Opel. Endi to'g'ri bu sal eskiroq. 2011 ekan yili 3750. Volvo. O 2012 ekan. 3650. Mashina ko'p, juda ham ko'p. Range Rover. O 11800. 2013 yili. Bu mashinalar Litvani Kalnus shahrida. Audi A6 2006-yil 3150. Mashina juda ham ko'p. Nari oladi. Odam kam. Volvo. Volkswagen 2012 ekan. 5350. Hyundai Starix 2011-yil narxi 7300. Mana bu Volvo, lekin vobshe chiroyli ekan. Juda ham chiroyli ekan. Dizayni vobshe 2017 ekan narxi. 2017 dizel motor ekan. Narxi 13600. Lekin vobshe super. Chiroyli. Volkswagen Passat. Yil 2016, avtomat korobka ekan. 9150. Sostoyaniyasi yaxshi.
Mana saloni. Orqa saloni. Sosteniyasi zo'r. Balonlari ham zo'r. 9150. Mana bu qorasi ekan shuni. Qorasi. 7770 ekan bu. Bu menimcha sal prostoyroqmi? Yo Passat emas shekilli. Bu qulf ekan. Bu ham lekin sosteniyasi zo'r. Volkswagen Жук deydimi, nima deydi buni? 2005-yil ekan. 2750. Bu ham yopiq ekanda. Orqalari. Audi A3 2008-2009 ekan. 5450, 147 ming yurgan. Bu ham shu orqasi uzun ekan. Avtomat korobka. Bu orqadan chiqar, bu yoqdan chiqar ekanda. Salondan. Olddan chiqar ekan buraya. Zo'r sosteniyasi bo'ladi. Ребята, бензин, автомат. Это спортивная машина называется. Sportivniy ekanda bu. Автомат квадро. Quattro. Но они считают это спортивным. РС был не Audi. Asosan bu yerda bu mashinalar ekanda. Bu mashinalar ekan. Bu lekin 17190 yil narx. Yili 2016. 2016. Bu yerda mashina nomerlar model. Sosteniyasi zo'r. BMW 320. Oldu boshqacha, seryozni mordada. Narxi 12 tak. 24900. 24900. BMW X5 mi? X5 ekan yili. Necha ekan? 2015. Narxini yozmayapti. Audi. U3 buni ham narxini yozmabdi. Xullas mashinalarni aylandik, chiqib ketyapmiz bo'ldi. Anta nima deydi bu mashina deydimi? Bu ashi boshqacha ekan. 4650. Mini Cooper. Fransiyaniki ekan. 5600. 2013 yili. Mashinani antikvari. Уже bunaqa sosteniyalilari kam.
179 ming yurgan. 2800. Salon material lattali. Zo'r lekin sosteniyasi zo'r. Balon holatlari ham zo'r. Orqada pritseplar ham bor ekan. Balonlarning holati 2800. Kia 2010 ekan yili. 3350. Mana shu mashinani ko'rib turibmiz hozir. Ishlashi lekin soatda. Avtomat korobka ekan. Narxi bo'lishi 1000 deydi. 1000 euro bo'lishi. Lekin sosteniyasi narsani orqasi ketaverasiz. narsa zo'r ekan lekin. Zo'r. Mashina bozorga ham borib keldik, ishxonadaman. Hozir yo'lga chiqishdan oldin AdBlue quydik. Oynaga shampun quydik, mana bu shampunniki AdBlue. Endi yo'lga chiqamiz, xudo xolasa, Ruminiyaga. Yuklari bo'ylash kerak ekan, 5 ta palet. 5 ta palet. Shu yuklarni olib ketamiz, xudo xolasa. O'tgan safarga chiqqan mashinada temirdan 351.